Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Andijon harbiy prokuraturasi hamda boshqa mas'ul tashkilotlar bilan hamkorlikda "Men vatanparvarman" shiori ostida yoshlar o'rtasida ko'rik-tanlov tashkil etildi. Tadbir Buloqboshi tumanida chegara oldi hududda joylashgan 12-sonli umumta'lim maktabida tashkil etildi. Tadbirda ishtirokchilar "Men vatanparvarman" shiori ostida sahna chiqishlari, she'rlari, tasviriy san'at yo'nalishidagi ko'rgazmalar orqali yurtga bo'lgan chuqur muhabbatini namoyon etdilar. Har bir chiqish yoshlardagi milliy g'urur, fidoyilik, ona yurtga sadoqat kabi ezgu tuyg'ularning ifodasi bo'ldi. Ayniqsa sahna ko'rinishlarida yurt himoyasi, tinchlikning qadri va harbiy burchga bo'lgan yondashuv alohida ahamiyat kasb etdi. Aytish kerak, bunday tadbirlar nafaqat yoshlarning iste'dodini yuzaga chiqaradi, balki ularning ma'naviy yetuk, yurtga sodiq, jasoratli insonlar bo'lib tarbiyalanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Hakamlar hay'ati tomonidan eng faol, eng jamoaviy va eng iste'dodli ishtirokchilar turli nominatsiyalar bo'yicha munosib taqdirlandilar.